Bugun bizda individualniy tur bo'ladi. Takvoy sharsharaga keldik. Vajaj, nima deyapti bu sharshara? Biz mana shu tashlandiq mostni ustiga ham kelib oldik. Bo'stonliq tumanida joylashgan muzliklarga kelganman. Qaranglar, bularning hammasi muzliklar. Va mana manba esa Chotqol daryosi. Bizani keyingi lokatsiya Sevarsoy va mana manba. Qaranglar, zo'rmi? Endi esa biz Amirsoyga keldik. Mana Amirsoy. Va orqamda turgan Oqsoqota kanyonlari bu kunning eng yakuniy lokatsiyasi bo'ldi va xudo xolasa hozir biz pastga tushib G'azalkentdagi Fayzda iftorlik qilib, keyin esa Toshkentga qarab yo'l olamiz. Agar kimga shunaqa individual turlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar kimga murojaat qilishni.